Mana shu chiroyli 2 xonali uyimiz aqli bilan 3 xonali qilingan va uning maydoni 60 kvadrat metrdan iborat. Ana endi obzorimizdan boshlaymiz. Siz esa orada kommentariyani yozib va like bosishni unutmang. Qani ketdik. Ko'rib turganingizdek oshxona qismi hammasi chiroyli, hammasi o'z o'rnida, ranglar tanlovi. Agar gapimga qo'shilmasangiz kommentariyada bildirib keting albatta. Bu yer esa mehmon kutib oladigan joy va oila davrasida o'tiriladigan joy. Mana shu batareyani ko'ryapsizlar, dekorativni, arzon turmaydi. Bunga aminman. Stol, stullar, divanlar, televizor, hamma sharoit qulayliklar bor. Ana endi ketdik. Yo'lagimizdan o'rtasida mana kiraverish qismi, ro'parasida esa sanuzol birlashtirilgan, ko'rishingiz mumkin. Ranglari charchatmaydi. Mana bu esa master room, ko'rishingiz mumkin ota-onalar uchun. Yani uy egalari uchun tayyorlangan joy. Kartinkalar chiroyligini qarang. Parda, televizor, konditsioner, stol, hamma narsa qilingan. Ana endi o'sha 3-xonani ko'rsatmoqchimiz sizga. Qanaqa aql bilan ishlangan. Qani ko'rishingiz, keling. Bu esa o'sha 3-aql bilan tayyorlangan xona. Qanchalik qarang, hajmi ixcham bo'lishiga qaramasa, hamma narsani sig'dirish. Javon, рабочий zona. Mana bu yerda yana 2 ta joy bor. Alohida kravat, ya shahardan tomosha qilib o'tiradigan joy. Aytganchalik, bu uyimizning har bitta xonasi alohida va butun uy to'pla-to'l qilingan. Qalay Rustam, uy yoqdimi? Planirovkasi, hammasi gap yo'q, remontiga. Do'stlar, lokatsiyamiz O'zbek havo yo'llari kassasi Sadiq Azimova 4 qavatli binoning 4-etaji, 2 xona, 3 xona qilingan. Kvadrati 60 kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsa, pastdagi raqamga telefon qiling, hamma kerakli ma'lumotni sizga berib o'tamiz. Kommentariy va like'larni unutmang, bizga obuna bo'ling va bizani kuzatib turing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.